Deft 009 videosi. Bunga mana bunaqasini qo'yamiz filtrni rajokka. Bu maydalangan kofe uchun. Maydalangan kofe olinadi. Qo'shuvda olinadi. Bu yoqqa solamiz. Soptirib keyin bosib yuboradi. O'shanga mo'ljallangan bu, keyin qotiramiz. Chap tomondan joylashtirib o'ngga. Qotirganimizdan keyin bu yoqda sut turadi. Sut ko'pigini regirovkasi. O'rtaga qo'yib qo'ysangiz yaxshi. Eng oxirida ham faqat kofe tushadi, sut tushmaydi. Mana bunda asosan sut tushirib yuboradi. O'rtaga qo'yib qo'ysa me'yorda beradi. Orqasida suv turadi. Filtrdan o'tgan suv quyib qo'yamiz. Vodoprovoddan quysa kofe mazasini ham buzib tashlaydi, ichiga ham nakib yig'ib yuboradi. Sutini, suvini quyib bo'lganimizdan keyin, kofesini qo'yganimizdan keyin apparatni yoqamiz. Apparat yoqqanimizda birinchi bo'lib manba yonadi. Sovuq. Bu orqa gradusdagi suvni necha gradus bo'lsa, xuddi o'sha gradusda tashlab beradi. Issiq kofe tushirmaydi, faqat qora kofe tushirib beradi. Sutga aloqasi yo'q buni. Birpas poylab turamiz. Bunda bosib olsa, mana bunaqa margat qilib turadi. Nimaga margat qilyapti desangiz, apparat o'zini o'zi qizdiryapti. Tepa qismlari ham qiziydi, bakallarni qo'yib qo'yish uchun. Sovuq kunlarda issiq turadi. O'shanga mo'ljallangan tepa qismi. Birpas poylaymiz. Birinchi qorasi yonadi. Mana amerikano espressoli yonadi. Keyin sutlilar yonadi. Kapuchinator joyida tursa yonadi. Agar kapuchinatorni olib qo'ysa, bu margatan qilmaydi mana. Margatan qilmaydi. Faqat qorani o'zi o'chib yoradi. Chunki kapuchinator yo'q, qo'yib qo'ygan deyapti. Qo'yib qo'ysa mana tayyorlanmoqman deb yonyapti. Tayyor bo'lgandan keyin o'zi ekrani yonib turadi, tayyorman deb. Unga 2 minut, 3 minut vaqt ketadi. Birinchi mana qorasi tayyor bo'ldi. Bitta bossa bir hissa, uni 2 marta ketma-ket bossa 2 hissa. Birdan 2 ga o'tadi. Ko'proq degani. Birinchi bosganingizda kamroq damlayotgan bo'lsa, 2 marta bossangiz ko'proq damlaydi, ya'ni. Keyingisini tushuntirib o'tib ketaveramiz. Yoshini tushunib oldinglar. Kapsulaga o'tkazish yo'li. Mana bu tirtuv joyi bor. Mana shu tirtuv joyini ham bunaqa joyga olib kelsa, shunchaga oson chiqadi. Kapsula. Nespresso kapsula, kichkina kapsulalar bor, o'shani joylashtiramiz. Og'zini yopamiz, qo'yib qo'yamiz. Mana buni o'rniga. Xuddi shunaqa chapdan o'ngga. Bo'ldi. Keyin mana qorani o'zini bosib damlab yuboramiz. Agar sut qo'shishingiz kelsa, uchini qo'shib yuborasiz. Bunga kapuchino yoki latte, flat white'larni bosish shart emas. Qorani bosamiz, agar sutli qo'shmoqchi bo'lsangiz, sut ozgina qo'shib yuboramiz. Ammo yo'q. Qani tayyor bo'ldi. Sut yo'liga cho'zilyapti. To'kib ketdi. Aslida 2,5 minut, 3 minut vaqt oladi. Apparat tayyor bo'ldi. Bakalarni ozgina qizibdi. Qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin bakalga to'g'irlab qo'yamiz. Bu hozir bizda deydi sutimiz yo'q, sut quymadik, orqasiga suv quymadik. Apparat tayyor bo'ldi. Mana shularni bosib bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin ora-orada 2 kunda bir, 3 kunda bir sutni idishini yaxshilab chayib tashab, toza suv quyamiz-da, 1 stakanmi, 2 stakanmi, bitta sutni o'zini bosib yuboramiz. Sistemadan chayib olish kerak bo'ladi. Chayib oladi sutda, qotib qolmaydi ani qaymoqlar. Sutni uzog'i 1-2%ligi, yog'lig'ini olmaylik. Yog'lig'i ko'pirmaydi ham, sistemaning ichida yog'lari qotib qoladi. Keyinchalik yaxshi ko'pirtirmaydigan bo'lib qoladi.